17 ta odamga 8 million ish bilan tushyapti hozir. 455 ming so'mdan tushadi. Akalar, kishi boshiga 99 mingdan tushadigan choyxonalar ham bor-ku, shuni aytmaysizlarmi biroz? Chus choyxonasining ikkita filialida aksiyani bombasi ketayotgan ekan. Mana shu ko'rib turgan setingiz 10 kishilik va buni narxi 999 ming so'm. 10 kishilik deyilgani bilan 12 kishi bemalol to'yib chiqib ketsa bo'ladi. Shunda 2 kishiga tekinga ham tushyapti. O'sha 2 kishini bittasi siz bo'lishingiz uchun bu xabarni birinchi bo'lib o'rtoqlaringizga siz yetkazing. Bu set ichida 1,5 kilo chus toshi, 2 ta meva assorti, 2 ta qatiqli salat, 2 ta kattalaganda shakarop, 3 ta tuzlama assorti, 2 ta suzma salat, 2 ta marinovka salat, 4 ta non, 4 ta choy, 3 ta 1 litrli yaxni ichimliklari, oshga yana 10 ta bedana tuxumini ham qo'shib berishar ekan. Xizmat ko'rsatishi-yu, xona xizmatlari hammasi shu narxning ichida. Aksiya ekan deb oshni sifatidan yoki go'shtdan urib qolishlar bo'lmagan. Chus choyxonasini oshi azaldan zo'r bo'lgan. Osh hozir ham zo'r chiqibdi. Guruchlar dirkillab turibdi. Go'shtni ham birga bir solishgan. Mayin pishganini aytmaysizmi? Xullas maza qilib ovqat yeyish uchun hamma sharoitlar bor. Shunchaki bollarni yig'sangiz bo'ldi. Bu aksiya Chus choyxonasini faqatgina ikkita filialida, Qoraqamish Bitonkadagi va Mehnatdagi filialda amal qiladi. Har xil turdagi xonalar bor. Bemalol telefon qilib, zaynit qilib kelaverasizlar. Yo bizga lokatsiya kerak desanglar, Telegram kanalimda bor. Menimcha foydali ma'lumot aytdim. Like ham bosib qo'yarsizlar.